Hozirgi kunda bemorlar ko'proq qanday shikoyatlar bilan murojaat qilishmoqda? Hozirgi kunda bolalar o'rtasida allergik rinitlar juda ham ko'paygan. Bundan tashqari kattalarda burun orqali nafas olish qiyinligi, ya'ni burun to'siq deformatsiyasi, yosh bolalarda adenoid vegetatsiyasi kasalliklari bilan ko'proq murojaat qilishadi. Umidga все, чуть-чуть осталось. Mirahon, mana endi bizda bunaqa jiddiy o'zgarishlar yo'q. Ozgina gammeropaziya hodisasi otyoki bor. Biografiyangizda Yevropa va MDH davlatlarida malaka oshirganingizni ko'rdik. Lor shifokorga nega bunchalik ko'p xalqaro stajirovkalar kerak? Tibbiyot hamma joyda bir xil, faqat unga yondashish har xil. Shuning uchun har bir tibbiyot xodimi butun umri davomida izlanishga majbur. Shuning uchun men ham o'z faoliyatim davomida doim o'z ustimda ishlayman va olgan tajribalarimni faoliyatimda tatbiq qilaman. Hozir video tomosha qilayotgan va tashrifni ortga surayotganlarga nima maslahat berasiz? Har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan afzal. Shuning uchun vaqtida shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilaman.